Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İslam ve Biz programımızın 125. saniylik görüşünlerini karşıladığımız ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmenlerimiz bir qancha yıllardan buyon davamlaştırıp kelayotgan programımız Allah'ın izni bilen yaqında bir ayga yaqin to'xtab qoldik, chunki qiyinlashib yurishi munosabati bilan va uning keyindagi aldirashchilik sababli ham ustozning ham bizningki işler sebeplik bir ay üzülüp kaldı inşallah. Kelgen yerimizden başlayıp her bir Müslümandan çokum Kur'an, sünnet ruhi asasıda düşünüş gerek bulan xilma xil temalarni ayrım mavzuqan şekilde huzuruna sunup kelayotimiz. Allah subhanahu ve taala söylengen bu programda söylengen barliq temalarni haqiqiy ravishda tushunib shuningga loyiq amal qilish nimetini ata qilishini tövençik bilen Rabbimizden sorayımız. Ma'lum bo'lgandek programmamizda daimlik aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shuningdek dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qilib qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi temamiz tunugun e'lonimizda bergandek islom aqidasi va siyosiy reallik hakkında to'xtalganligimizni e'lon berdik. Albatta biz bütün bugün 125. sonimiz kelgan bo'lsak, ya'ni yig'inchoqliq vaqtida aslida musulmonning hayotidagi butkul ish harakatlari, mayli u siyosiy bo'lsin, tijorat bo'lsin, oila bo'lsin, hamma narsaning bizning islomimiz, aqidamizga munosabatli ekanligini, uning hukmi bilan ma'noganligimizni, dünya qandaq o'zgarib ketsin, vaziyat qandaq bo'lib ketsin, ya bunun etrafida cho'g'ildik. Buningga munosabat ekanligini, hamma narsamizning aqidadan iborat bu mashina, bu motor kontrol qilganligini so'zlab o'tdik. Bugunmi inshaalloh siyosiy reallik haqida bu temani yoritishga tirishimiz. Undan sonra hurmatli ustoz birinchi savoldan boshlab ketsak, en başta şu aqideninki aqide bilan siyasi hayat yoki boshqa har qanday bir narsaning ayrim bo'lishi mumkinmi? İkisi ayrim boshqa sohada yurishi mumkinmi degan savoldan boshlaymiz. Reallik bilan mesela aloqasi bo'lmasin bo'lam deganda. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. İslam dinimizde aqide bilan real hayat, qaysi bir hayat bo'lib qolsin, aqidadan ayrilmaydi. Xo'sh. Chunki aqida, islom aqidasi real hayotga, amaliy hayotga ya kundalik hayotga yetakchilik qildi. Musulmonga nisbatan turmush yo'lini siz berin. To'g'ri dunyo qarash belgilab berin. Yoki sog'lom ideya sunib berin. Uningga tavranmas ruh ato qildi. Shuning bilan birlikda go'zal axloq bu musulmonda shakllanadi. Eğer Müslümandaki ahlak onun hayatına ta'sir ko'rsatmasa, yoki reallikni o'zgartirmasa, yoki reallik yetakchi qilmasa, u vaqt bu aqida o'lik aqida demektir. Xo'sh. Jonsiz, ruhsiz aqida demektir. Yani u aqida bada da'vo qilmasin, iymonini yangilasin. Aqida o'lik bo'lishdan sirt uningda bir ideya buzilishi kelib chiqadi. Dünya qarshida, tasavvurda, siyosiy hayot olsun, iqtisodiy, ijtimoiy hayot olsun, ko'z qarashlarda buzilish kelib chiqadi. Nafsiy xohishni kontrol qilolmaydigan holat yuz berdi. Axloqsizlik ahvollari yuz berdi. Shuning bilan birlikda siyosiy hayot olsun yoki ijtimoiy hayot bo'lib qolsin, axloqdan ayrilgan, axloqqa qimmat qarashga pisand qilmaydigan bir holat shakllanib qoladi. Albatta islomga ishongan, İslam aqidasini qabul qilgan bir musulmonga nisbatan uning butun hayoti, amaliy hayoti, kundalik hayoti aqidaning taqozosi bo'yicha bu iymonning taqozosi. Chunki aqida insonning yaratquchi bilan bo'lgan, insonning inson bilan bo'lgan, qarnishi bilan bo'lgan, dushmani bilan bo'lgan, akullari bilan bo'lgan, hayot bilan, tabiat bilan bo'lgan butun muomalasini yoki munosabatini belgilab turadigan o'lchamdir. Xo'sh. Yani bu aqida ruhsiz aqida bo'lib qolsa, yoki amal qilinmaydigan aqida bo'lib qolsa, yoki bir o'lik aqida bo'lib qolsa, u vaqtida aqida krizisi yuz berdi. Musulmonmi desa, ismida musulmon,
Namaz o'qimiz, ancho'miz namoz o'qiydi yo o'qimaydi. Kafirga ketsa musulmonga o'xshab aqida kirgizib yuz berdi. Aqida o'lak bo'lib qolsa bu insonningki ideyasida buzilish kelib chiqadi. Siyosiy hayoti prinsiplikdan chiqib ketadi. Prinsip deydigan narsa bo'lmaydi. Moddiy manfaat, siyosiy manfaat uchun hamma narsa qo'llanilgan holat shakllanadi. Xuddi yahudlarning falsafasi bo'yicha g'oya yetish uchun har qanday vosita tanlamaydigan holat shakllandi. Siyosiy hayoti prinsiplikdan chiqib ketadi. Moddiy manfaat uchun aqida, qimmat qarash, axloq bu deydigan axloq deganga o'xshash, ya qimmat qarash deganga o'xshash bu narsalarga pisand qilmaydigan holat yuz berdi. Demak, aqidaning ruhsizligi yoki o'lab ketishi bu intayin xatarli bir ahvol. Bu sababdan tajovuzchi davlatlar yoki tajovuzchi bir millatlar bir millatni vayron qilib tashlamoqchi bo'lsa, yoki bir millatningki prinsiplarini, uning qimmat qarashlarini o'zgartmoqchi bo'lib qolsa, yoki bir jamiyatni mustamlaq qilib o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'lib qolsa, birinchi qilib nima ish qilsa, u millatningki aqidasini vayron qildi. O millatning aqidasini ozizlashtirdi, suslashtirdi yoki yo'q chiqarishdi. Xo'sh. O millatning aqidasi hujum qilish orqali ojizlashtirib, jamiyatdagi har tabaqa insonlar uni sat ko'rsatib, bu orqali o'zining kimligidan saskindigan, o'zining kimligidan xijil bo'lgan odamlarni yetib tushirib chiqadi. Aqida hujumni qilavergan ekan, ele terrorchida, ele aqidasi buzuq, ele ideyasi buzuq, ele unaga bağlangan, bunaga bağlangan degan qo'shiq hujumlar bilan uni suslashtirib, ojizlashtirib, o'zininki kimligidan, o'zining tavalligidan xijil bo'lgan bunday holatga shakllantirib qo'ydi. Bu kimning usuli esa, bu tajovuzchi, mustamlikchi davlatlarning istihborot siyosiy harakati. Xo'sh. Bu orqali bu jamiyatda aqida kirisi paydo qildi. İdeya to'qinish paydo qildi. Bu orqali jamiyatni o'z ichidan rasmiy sanmay, chiqim chiqarmaydan, ya'ni chiqim paydo qilmay, o'z ichidan vayron qildigan bunda planlarni yoki bunda sistemalarni yo'lga qo'ymoqda. Qaraydigan bo'lsak, o'zi musulmon, musulmon oilasida tug'ilgan, lekin islomni tushunmaslik sababidan islomga amal qilmaydigan, islomning bir qism prinsiplarini qabul qilsin, bir qism qonunlarni yoki prinsiplarni qabul qilishni unamaydigan, gunoh ish deb cheklangan ish bo'lib qolsin, harom qilgan ish bo'lib qolsin, uni parvo qilmaydigan. İslam şuarlarının ya prensiplerinin qadr qimmatini qilmaydigan, hatta İslam prinsiplari hujum qiladigan bu xildagi insonlarni ko'rib olgan bo'ldi. O'zi qarasa musulmondek, oilasi qarasa musulmondek, ammo uningki islomni sog'lom tushunmaganlikdan islom prinsipi hujum qiladigan bunda odamlarni o'zimizning jamiyatida bo'lsin va boshqa jamiyatda bo'lsin buni ko'rib olgan bo'ldi. Bu şu insanın İslam tushunmaganligi bo'lib qolsa, yana bir tarafdan tajovuzchilarniki nima uchun aqidaga bu qadar o'chmanlik qilganligi, birinchi qilib aqidani yo'qotishga, aqidani suslashtirishga, aqidani o'zgarishga naqadar buni kuchaytirganligini bu yerdan bilib olgan bo'ldi. Demak, real hayot aqid ruhidan ayrilgan vaqtida bu jamiyatda aqida kirish shakllandi. Xo'sh. Ideya ko'z qarash yoki dunyo ko'z qarash buzilishga boshlaydi. Jamiyatning birligi, hamkorligi tugaydi. Jamiyat parçalanış qarab mağdı. Neticede bütün xapalar, bütün musibetler bu aqidani yo'qotganlikda, aqidani ijtimoiy, siyosiy hayot va boshqa hayotdan ayirib etganlikdan boshlanadi. Shuning uchun biz birinchi qilib aqidani sog'lom tushunishga va ijtimoiy hayot bo'lsin, reallik hayotimizda bo'lib qolsin, aqidaning ro'yi bo'yicha ish qilishga intayin muhtoj. Xo'sh. Allah razı olsun hakikaten deganlardek. Hamda shu siyosiy reallikda nimalarga diqqat qilish lozim degan nuqtani biroz ochaylik. Yuqorqi temaga asosan, ya'ni islomning real hayotdan ijtimoiy siyosat ayrilmayligiga asosan qo'shimcha deymizki, islom aqidasi, islomning prinsiplari, islomning ko'rsatmasi musulmonga nisbatan to'g'ri xato o'lchamda, halol harom o'lchamda, foyda ziyon o'lchamda haqiqiy o'lchammish. Birdan bir to'g'ri tarazimish. Bir ishni to'g'ri xato deyish, halol harom deyish yoki foydali ziyonliq deb qarash, mayli siyosiy manfaat bo'lsin, ijtimoiy nima manfaat bo'lsin, yoki ziyonliq bo'lib qolsin, o'lcham islom aqidasi, islom prinsiplari, islomni ko'rsatmasi. Shuning bilan birlikda bu aqida va prinsip siyosiy harakat uchun yo'l xaritasi iborat. Xo'sh. Endi bu bayonlarga asosan deymizki, buning aksida
islom aqidasiga o'xshamaydigan, islomning qimmat qarashiga o'xshamaydigan, bugungi kunlikda avjagan realistik siyosiy falsafa. Bugun dunyoda aqiyotgan, bugungi dunyoda davr surayotgan, reallikdan boshqani e'tirof qilmaydigan, Xo'sh. reallikdan boshqani qabul qilmaydigan bir siyosiy falsafa, siyosiy tuzum bor. Bu siyosiy falsafa ve bu siyosiy falsafa asası şekillengen xalqaro munosabatlarniki birdan-bir ko'ngil bo'lgan kuch-quvvat. Ve kuch-quvvat asosida qo'lga kelgan manfaatga iborat. Birdan-bir ko'ngil bo'lgani shu, markazlashtirish shu. Buning erishish uchun bular aqidani vayron qilamdi, vayron qilmamdi uni kari yo'q. Axloq buzilamdi, buzilmamdi uni bilan kari yo'q. Qimmat qarash amal qilamdi, amal qilmamdi uni bilan kari yo'q. Shu bular siyosiy manfaat uchun, kuchni qo'lga keltirish uchun din degan narsaga, qimmat qarash degan narsa, axloq degan narsaga parvo qilmaydi. Bunaqa misol tariqasida qaraydigan bo'lsak, bir qism Uyg'urlar bugungi zamonda siyosatchi deb maydonga chiqib olgan, yoki aktivist deb maydonga chiqib olgan, tor dunyosida qahramonlik qilib olgan, o'zining atrofida bir tonna odam bo'lgan, o'sha xiyol qilayotgan bir qismlar nima deydi o'zi? Mushu realistik g'arbning siyosiy falsafasiga ta'sirlangan bir qism Uyg'urlar bugun bizga vatan lozim. Bizga vatan bo'lsa bo'ldi, jannatning keragi yo'q dedi. Jannatga kirmoqchi bo'lib qolsak, vatandan o'tish lozim, vatanning filsrat ko'rikida o'tish lozim. Jannat kirmasak kirmadik dedi. Bu nereden chiqyapti bu hukm? Bu hukm Xo'sh. G'arbning realistik siyosiy falsafasiga cho'qinganlikdan, e'tiqod qilayotganlikdan va birdan-bir vatanning ozodligini mushkul realistik siyosiy tuzumni qo'llanayotgan davlatlarga butun umidini bog'laganlikdan kelib chiqadi. Biz vatan to'g'risida, millat hukmi, vatanparvarlik to'g'risida ko'p to'xtaldik. Bu da bu yerga qistirib o'tmaymiz. Shunga bu sababdan kunimizda avjagan bu realistik siyosiy falsafa musulmonga nisbatan siyosiy harakatlar bo'lsin, ijtimoiy harakatlar bo'lib qolsin, ideya manbasi, fikr manbasi, harakat manbasi bo'lishga yaramaydi. Ya'ni birdan-bir manba qilishga yaramaydi. Ya'ni bu deganlik g'arbning siyosiy nazariyasidan, g'arbning siyosiy falsafasidan ijtimoiy munosabatlardan foydalanmamdiq degan savol chiqadi. Men deymanki, bugungi realistik g'arbning siyosiy falsafasi, xalqaro munosabatlari musulmonlar bilan birdan-bir manba bo'lishga yaramaydi. Ya'ni birdan-bir manba bo'lsa to'g'ri bo'lmaydi. Tatip akaplam qanday bu shubhatli erishga unuq bo'lmaydi. Chunki musulmon siyosiy harakatlarda bo'lsin, ijtimoiy harakatlarda bo'lib qolsin, buning hayoti aqidani o'royi bo'yicha, islom prinsiplari bo'yicha, ko'rsatmalari bo'yicha ma'nash lazım. Bu musulmonlar taqozosi. Unda g'arbning siyosiy nazariyasidan islomning aqidasi prinsiplariga uyg'un kelgan narsa bo'lsa, foydalansa, uyg'un kelmagan narsa bo'lib qolsa, uni qo'llanmaslik lozim. Shu vositani g'oyaga yetish uchun har qanday vosita qo'llanish islom dinimizda qabul qilinmaydi. Mening niyatim ma'vu, nishonim ma'vu. Meniki niyatim vatanning ozodligi, millatning hurligi degan garchi yo'g'on qalpoq bo'lgan bo'lsin, buni qo'llanilgan usul, chora chuqum shariat yo'li shariatning uyg'un bo'lishi lozim. Harom usul bo'lib qolsa, musulmonning zinaga dastlab o'tilgan usul bo'lib qolsa, to'xta deyish lozim, rad qilish lozim. Islom buni qabul qilmaydi. Garchi nishoni uningga g'oyasi, shuari ulug' bo'lib ketsin. Agar musulmon hayotida islomning aqidasiga, islomning prinsiplariga qimmat qarasa e'tibor bermay, mush realistik tuzum bo'yicha yashaymiz. G'arbning realistik sistem bo'yicha ham ish qilamiz deb bu yo'lni tanlagan bo'lib qolsa, uningki aqidasini chatoq chiqadi. Aqida masalalarida nurg'on xatoliklarga duch keldi. Uningki tutib mangayotgan siyosiy ko'z qarashlar, tasavvurlari aqidasi bilan so'qishib berdi. Xo'sh. Aqidadan chatoq chiqadi. Bir oz ekan buni misolini aytishimiz mumkin. Demak, realistik siyosiy falsafani tutib mangan bu insonlar yoki bu shaxslar jamiyatda yoki millatda ideya to'qilish paydo qilganlik sababidan Uyg'urlarga o'xshash musulmon bo'lgan bir millatni bir butun kimlik asosida o'rtaq siyosiy prinsip asosida bir nuqtaga kelishga to'sqinlik qiladi. Millatni parchalab tashlaydi, hamkorlik yo'lini tamoman etib o'tadi. O'z ishida. Nima ish qilsa, o'g'lining tutgan qimmat qarashi, siyosiy qimmat qarashi, islomning qimmat qarashi o'xshamaganlik uchun ular siyosiy manfaat bo'lsa, pul bo'lsa, modda bo'lib qolsa, yetadigan bo'lg'achqa, bu islomning qimmat qarashi tutmagan insonlar bilan bu yerda to'qinish kelib chiqadi. Ideya to'qinish kelib chiqadi, siyosiy to'qinish kelib chiqadi, kimlik to'qinish kelib chiqadi. Xo'sh. Hatto foydazi ham manfaat to'qinish kelib chiqadi.
Demek bununki tutkan yolu akidenin chetdan ketib qolib qolsa, nurg'un xatarlarni billa so'rab qoldi. Chunki insonlarni bir yak jug'laydigan, bir yak to'playdigan bir narsa bo'lishi lozim. U bo'lgan bo'lsin kimlik, bir butun kimlik. Biz kimlik amili haqida ko'p to'xtaldik. Bizning kimligimiz qisqartgan vaqtimiz biz Uyg'urlik. Biz bununla faxrlanamiz. Bundan yuqorroq irqiy jihatdan turuklik bor edi. Buni bilan faxrlanamiz. Chunki Allohning irodasi, bizning irodamiz emas. Bundan ixtiyoriy tanlagan musulmondachiligimiz. Bundan faxrlanamiz. Üçü herkes bir-birisiga zid kelmaydi, to'qinish kelmaydi. Undan mahal qilgan insonparvarlik kimligimiz. Biz insoniy nuqtadan, islomiy nuqtadan, Türk noktasidan Uyg'urlarimiz hammasini tang foydalanamiz. Ammo boshqa realistik iqim kirib olganlar Uyg'urlik bo'lsa bo'ldi, Turklikni qabul qilmaydigan, musulmonlikni qabul qilmaydigan, yana arabning bijmisi deydigan bu xil nazariyalar yoki bu xil sapsatalar bekordan chiqmoqli. Realistik sistemninki ta'sir kuchqiganlikdan, uning cho'qinganlikdan kelib chiqadi. Agar musulmonlar bugungi kunlik ojiz holatdan qutulib, jonliroq holat kelib, her taraftan Uyg'urlarga yordam bergan bo'lsa, undan voz kechgan bo'ladi. Demak, bular kuch kimda bo'lib qolsa, shundan keyin aqidab chiqurdi. Xushomat nazariyasi bilan mangadi bu. Kuchlar uni aqidaydi, bu kuchlar buni prinsip yo'q, maydon yo'q, siyosiy prinsipning bo'lmaganligini mishadan ko'rib olgani bo'ldi. Demak, bu yerda siyosiy harakat millatning aqidasiga, millatning qimmat qarshiga ta'tir yo'l tutib mangsa, bu yerda ideya krizi cho'qim shakllanadi. 2 taraf bo'lib, 4 taraf bo'lib, 8 taraf cho'qim bir yerda ideya krizisi xolisin chiqadi. Sababchisi kimsa ideya to'qinishni yaratgan millatning aqidasi qimmat qarshiga ta'tir yo'l tutgan odamlar. Bu millatni birlashtirman deydi, halbuki parchalab tashlaydi. Bu millatga men sardorlik qilaman, millatningki siyosiy doirlikni qilaman deydi, millatdan tamoman mahrum qoladi. Hamkorlik yo'lini tamoman to'xtatdi, millatni oxir chiqmas, tugmas, fitna fasodga tiqadi. Şoň bu ýerde siyasi aqimdakiler bu millet hizmet kılan bolsa, bu milletning aqidasi qimmat qarshi siyosiy prinsiplarga kimligi rioya qilish lazım. U vaqtida u kuchga ega bo'ladi, hurmatga ega bo'ladi, kuchlandi. Keyinida millet olmay turib, keyinida xalq olmay turib, bir davlatning u vazifasi bilan bu vazifasi bilan bu ish oxiri chiqmaydi. 70 yildan ortiq, balki 200 yil yaqin davomlashayotgan bir kurash maydoni. Qandaydir bir yerda qon to'kadigan, badal to'laydigan yerda boshqa bir millat qon to'kib urushib qo'yadigan ish yo'q. Can verdiğin işini şu milletinin özü kılmışsa başka millet can verdiğin. Bugünkü hali dünyada bo'lib mı? G'arbdanki yeni tutkan siyasi nazariyasi de chiqimsiz urush deydigan nazariyani qo'llanmoqlik. Iroqdan chekilgan sir. Yani askarni o'zimizning askarini ish qilsanma, yollanma askarlarni ish qilsalish yoki shu millatning adamini ish qilsalish orqali maqsadini ishga oshirish, ammo o'zimizning adam dasbir sanmaslikdan nazariyani qo'llanmoq. Buni bular tushungan bo'lsa foydalanishi mumkin. Xo'sh, ham hepimiz qalsak misol nuqtasidan. Millatning aqidasiga, millatning qimmat qarshiga ta'tir yo'lchisi millatni bo'ldi. Millatni parchalash sabab bo'ldi. Millatning hurmatiga erishaylik bo'lmasa, e'tiborini yo'qdir. Buna misal alayım. Uygurlarni o'sishiga olgan holatda dunyodagi mutlaq ko'p qism insonlar Ukrainani mustamlaka tushib qolgan bir davlat deb qaraydi. Yoki mustamlaka tushib qolish oldida turayotgan bir davlat deydi. Rusni olgan bo'lsa, Ukrainaga dushmanlik qilayotgan, tajovuz qilayotgan, mustamlakalik o'rnatayotgan bir davlat deb qaraydi. Mutlaq ko'p sondagi insonlar. Ammo shu o'lchamning o'zini Falastin masalasi bilan İsrail meselesi kıyas kıysak. Buna da qanday natija chiqadi? Biz Ukrainani mustamlaka qilingan yoki qilinayotgan bir davlat. Hujum uchirdi. Hujum uchirgan bir millat. Rossiyani tajovuz qilayotgan. Falastin bilan İsrail qarasak o'lcham o'xshash. Dunyodagi musulmonlarningki 99%dan jiqi İsrailni tajovuzchi, Falastinni tajovuz uchirgan devlet tuprak halak deb qaraydi. Musulmonlardan sırf nurg'un insonlarimiz İsrailni tajovuzchi, Falastinliklarning tuprog'ini bosib olgan, bo'lonchilik qilgan deb qaraydi. Bu tarixiy, amaliy, siyosiy har tarafli reallik emas, hatto BDTning Birlashgan Davlatlar qarorlari bilan bu aniq bir haqiqatimiz haqiqat. Masala shunday to'simi? Xitoyga o'xshab ketadigan bir tajovuzchi bor.
Xitoyga o'xshab ketgan bir tajovuzni tajovuz demaslik. Sharq Turkiston xalqiga o'xshash mahkumlikqa duchor bo'lgan, zulm ostida yashayotgan bir millatni mazlum millat demaslik. Ekşe tajovuzini oqlash, mustamlik tushib qolgan mazlum millatni terrorchi sifati bilan baholash bu aqidaga zid yo'l tutganlik, adolatga ta'tir yo'l tutganlik, insonlikka zid yo'l tutganlik. Hem siyasi hayatımızda, ijtimoiy hayotimizda axloq deydigan narsa, siyosiy axloq deydigan narsa bilan karimiz yo'q. Biz bugungi dunyoning siyosati nada ma'nus, o'ngda ma'nus o'ngda, solda ma'nus solda ma'nus deydigan bir ko'z qarashdan iborat. Amaliyotda musulmonda bir maydon bo'lishi lozim. Nishoni aniq qo'ygan bir musulmonda, ideyasi aniq qo'ygan bir musulmonda bir pozitsiya bo'lishi lozim. Tajovuzchi kim bo'lishi qat'iy nazar adalet noktasidan, Allah'ın rızalıq için adil guvalıq bir iş noktasidan tajovuz deb sifatlanish lazım. Zalim deb sifatlanish lazım. Shuningdek, mahkumlik yo'liqqan, tajovuzchilik uchragan, zulmga uchragan bir millat mahkum millat deb sifatlanish lazım. Bu adaletning taqozosi, vijdonning taqozosi, aqidaning taqozosi, axloqning, insonlikning bir taqozosi. Buni hamma deb e'tirof qildi. Ukraina nima deb e'tirof qilgan bo'lsa, Falastin masalasini dal şunu o'xsham bo'lsa, insonlik nuqtasidan o'xshaydi. Lekin qandaqdir aksi, aqdisa aq deydigan, aksi qar deydigan bo'lsa, bu vijdonsizlik bu. Nomussizlik bu. Maydonsizlik. Siyosiy jihatda bir prinsipninki tamamen yo'qolganlikdan iborat. Ham ahvolimiz ko'ra ba'zan deyishimiz mumkin. Ba'zan deyish mumkin. Ahvolimiz ko'ra qarasak, bizning ahvolimiz nihoyat bichar bir millat. Xo'sh. Siyosiy ahvolimiz xarob. Birlik va siyosiy prinsip yo'q. Bir Palestin İsrail meselesi bu yeni bir mesele emas. Uzundan çıkıp duruyotgan. Her yıl İsrail bir qatim bombardıman qilmasa, qanığı toymaydigan. Azga vaqt 20 yilning mabeynida ilgirkisini uqmagan bo'lsak, ayında bo'ladi. Kulliki yuz berib turgan. Shunda bir aniq ro'shan masala kelgan vaqtidami ko'z qarash adil bo'lmaganlik uchun Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatdi. Ro'shan bir masala edi. Biz bilan taqdirdosh bir millatninki masalasi edi. Xo'sh, ham gapimiz qaytsak bir ojiz millat, bizning davlatimiz yo'q, kuchimiz yo'q, atrofimizda dushmanni avutmayli deganga o'xshash. Ma'lum bir siyosiy nazariyani e'tibor qilib turaylik. Xo'sh. Dushmanni avutmaslik ya ko'paytmaslik degan bu nuqtani e'tiborga olgan vaqtimizmi? Tajovuzchi deb sifatlayamizakmi? Bakın düşman qilib olmaydi deb burmush narsa elayotgan bo'lganki o'lda. NAD'ninki vasfı bilan Amerikada. Ular tajovuzga sifatlaganmizakmi? Diniy jihatdan, aqida jihatdan qarindosh bo'lgan, 3-haramda yashayotgan, o'zining mustaqillik uchun kurash qilayotgan mazlum millatga hissdoshlik qilamiz-aqmi? Azizimiz ko'ra, hech bo'lmagan vaqtida tajovuzini aqlamasligimiz kerak. Onu qurban o'rniga tushirmasligimiz kerak. Men mazlum millatga qalpoq kiydirib, uni terrorchi deb sifatlamasligimiz kerak. Ammo afsuski bu og'ir darajadagi axloqsizlik, vijdonsizlik yuz berdi. Aql e'tirof qiladigan, mantiqqa uyg'un keladigan bu masala zolimni aqlab mazlum bo'lgan odamlarni qaralash bu aqid nuqsini ilib aytgancha ikki yuzlamlikni ko'rsatadi. Dinimizga munofiq deganlar shu. Buning boshqa izohati yo'q dinimiz. Siyosiy prinsip jihatga kelgan vaqtda bir maydonsizlikni ko'rsatadi. Prinsip yo'q ekan. Bugun aq deydigan, at qar deydigan. Xo'sh. Foyda kelib qolsa, u yoqqa foyda kelmay qolib qolsa, tatu qaraydigan. Vijdon jihatiga bir krizis masalasi. Shunga deymizki, siyosiy harakatni aqid ruhidan ayirib etgan vaqtida yoki foyda bilan ziyonni aqidaninki asosi yoki aqidaning ruhi bo'yicha o'lchamagan vaqtida yuqoriga o'xshash aqida jihatdan, axloq jihatdan, ideya jihatdan insonlik vijdon nurg'un xatar kelib chiqadi. Hattoki zolimning, tajovuzchining safida turg'izishga elib boradi. Şoň bu ýerde siyasi sahadykyl bolsun we başga sahadaki qarindaşlyk bolup galsyn, bu noktaga alayda diqqat qilish lazım.
Fayda keladi, vatanning manfaati, davlatning manfaati degan bilan u manfaat bor manfaatni yo'q manfaatni. Biz fayda bilan ziyonni, siz fayda bilan ziyonni nima asosida o'lchaysiz? Qanday fayda? Biz biroz ekan bu vaqtda yana to'xtalamiz. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan shu navbatda kun tartibda turayotgan masalalarga diqqat tortilam. 7 oktyabrdan boshlab hozirgacha shiddatli davom qilyapti Falastin Isroilga o'rtasidagi urush. Biz albatta kundalik xabarlarimizda tafsiliy holatda jarayonlarni beryapmiz, qadrli ko'ruvchilarimiz. Bu shu millatning gavdasidan ayrilib qolish, biz albatta nurg'un programmalarda ko'p to'xtaldik. Ba'zilar haqiqatan siz degandek shu atrofidagi o'zining fikridagi qo'llaydigan Başon yoki ijtimoiy uçur vositalarida uningga inkos yozadigan bir aligatmish odamni ko'rsa, xuddi butkul Uyg'ur xalqi uning fikrlarini qo'llayotgandek his qila boshlaydi. Har qanday bir siyosatchi aslida millatning umumiy gavdasi, uning aqidasi, uning keyinda necha ming yillik so'zilgan bir tarixi qarab turib, bu millatning umumiy gavdasine qarab ketyapti. Qanday bir e'tiqod qildi? Men o'zim e'tiqod qilmasammi, u tushuncha bo'lmasammi, bu umumiy millatning e'tiqodiga, o'zining ularning diniga, uning nimasiga hurmat qilishim kerak deb ish qilish kerak edi. Hattoki shu urush boshlangandan buyon shu Isroilning o'zininki kanallarga qaraydigan bo'lsak, ashlarning kanalda deyilayotgan so'zlar, Yahudilar siyosatchisi va uni analizchisi va ular o'zining hozirgi shu radikal hukumatning yurgizayotgan siyosatini ajoyib qattiq ayıplab, bu bugungi mushundaq degan Isroilga o'ltirilgan bo'lsa, Hamas mushundaq hujum qilgan bo'lsa, biz bu ahvolga o'zimiz akeldik, biz o'zimiz qildik. Yani bizning qilgan rezillikimiz tufaylidan degan bu holat keldi. Biz nurg'un yo'lsizlik qildik deb Isroilning kanallarida hukumatni ayıplab nurg'un so'zlarni deyishyapti. Ham bir odamda siz degandek bu Uyg'urlarningki ba'zisiniki chiqib Arab tikilarninki bu şekilde İsrailiyelikten öte İsrail bo'lib ketishi insonni echindirdi haqiqatan yani. Hamda o'shada bu bayonotlarninki shu siyosiy qarshida nimaga tayandi, ularning maqsadi nimati degan nuqtada. Yani qisqacha yuqorqi başlığımızda elbette Müslüman demek Müslüman yardım verishi. Müslüman degan Müslüman hissashlik qil. Aqidaning taqozosi bo'yicha. Qo'lidan kelishi yardım ver. Maddi jihatdan va boshqa jihatdan yardım qilmay qolsa, hech qilamasa bir duo qiladi. Herkes bu uning ziniga ish harakat qilmaydi, gap so'z qilmaydi. Qalpoq kiyinmaydi, tuhmat qilmaydi. Bu musulmonlikning sifati. Musulmonlikning taqozosi. Bu musulmonlikni buni obdan bilish lozim. Afsuski o'zimizga o'xshaydigan mustamlik asrda yashayotgan Uyg'urlarga o'xshash ya Sharq Turkistonga o'xshash usti ochiq turmalarda yashayotgan. Bu sababdan o'zining hurligi, mustaqillik uchun kurash qilayotgan bir millatni terrorlik bilan sifatlash, boshqasi deganlik uchun, boshqasini do'rab terrorlik bilan sifatlash, bu qaysi bir vijdon yo'l qo'yamishlar? Qaysi bir aql yo'l ko'rsatgandi degan bu savol albatta chiqadi. Qanday aqida var bu insonlar deydi. İslamningki nadirakdi bu odamlar degan chiqadi. Sana o'xshamdi, sana o'xshaydi. Sharq Turkistonlik o'xshaydi, taqdirdosh, mustamlik asli. Üstü ochiq turmada yashayotamiz, 20 yildan üstü ochiq turmada yashayotdi G'azirayn. Ularninki elib borgan ko'rishib boshqalarning zaminni besivlashini emas. Yahudi o'g'anlik uchun dushmanlik qilish uchun emas, balki tajovuz o'g'anlik uchun. Bizning Xitoylar bo'lgan dushmanligimiz nereden kelib chiqadi? Xitoy millati o'g'anlik uchunmi? Yo'q, Alloh Xitoy qilib yaratibdi. Bu tarafdan emas, balki bizim besib o'g'anlik uchun tajovuz qilish uchun qarshi. Hamda bu G'azzadagi yoki bu Falastindagi jihad harakat qilayotganlar o'zining mustaqillik uchun kurash qilgan bo'lsa, buni terroristlikla sifatlash, tuhmat qilish, ayıplash, haqoratlash, dushman o'rinda qo'yash, bu qaysi bir vijdon qabul qilgan ish? Musulmonning qaysi bir ruhi, qaysi bir fikr qabul qilgan bir buni bu bayonotchilar o'yin taqishga tegishdik. Xo'sh. Shunga bu millatni terrorchi yoki aydan o'xshash bir dushman qatorida sifatlashni bu nomussizlik, axloqsizlik, vijdonsizlik, ishqiyuzlamlik deb atayman. Kesiblar.
Her birisi delili var mı? Her birisi delili var. Bu millet qarsak ikki türlük. Palestinlik dese bizden var. Uygur cemaatleri hemmesi Abbas'ını tanıydı. Bir diyetiye varıp sözleydiğin şu oğlan boğaçka Palestinlik Xitay tarafı dedi. Emeliyatta bu Xitay tarafı burundan tarafı olur. Çünkü onun zihni taşında. Başka tikilgen bir koçak oğlanlık Mahmut Abbas'ın. O aynı değil. Ama uzun zamanlarca özünün müstakillikini kısmen bolsun qoğdap kelyapatkan, bugun kunlikda jihad hareketi, kurash hareketini elib berayotgan Hamas hareketi Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan zamin deb tanildi. Xitoyni tajovuzchi deb sifatlaylik. Sharq Turkistonliklarning ozod bo'lish haqqi bor deb e'tirof qildik. Mushu millatni terrorist deb sifatlash, bular qor qalpoq kiydirish. Qandaq aql bu? Qandaq vijdon bu? Buni bu kişiler bir az o'yinib baqishga geçti. Ama G'arb dunyosi qarasak, Uyg'ur tashkilotlarida bir qanchasi bor. Bularning ko'pinchisi hammasi bayonot chiqardi. Twitterda olsun yoki uya bu yerda bo'lib qolsin, yozma deyli yoki bayonot chiqardi. Chiqargan bayonotlarda bu masalaga aralashdi. Falastin Isroiliya masalasiga aralashdi. Aralashibmi aqida va axloq zid qiladigan shaklda aralashdi. Aqidaga zid qiladigan, axloq zid qiladigan shaklda aralashdi. Amaliyotda biz Sharq Turkistonliklarniki yoki biz Uyg'urlarniki darlarimiz o'zimiz yetib ochqishibdi. O'zimizning masalasi o'ylangan bo'lsa, o'zimizning masalasi izlangan bo'lsa, shu vaqtda, shu yozgan nimasida bular balkim sabab bo'ladi, foyda bo'ladi. O'zimizning yetkish dardda turib, boshqalarning masalasi aralashib, aqidadan chatoq chiqadi. Islom qarindoshligini parchaqlab tashladi. Allah yol cihat kılıvatkan, Allah en yakın boğan insanlarını en çok düşman kılıp gösterdi. Şarkı Türkistanlıklarını, bolum Uygurlarını bular təsirlenip kalmaqlar, aldınıp kalmaqlar, ulanın eş nərsi yakınlaşıp kalmaqlar deganini agahlandırmakçıydı, yoki başka bir sebeptindi. En yaxşı adamlarga qalpaq töhmet keydi. Xuddi Xitoyniki bir bölük mücahitlarni, bir bölük vatandagi vatanparvar qahramonlarni uchi buchi degan o'xshashlan sifatning o'zini bular o'ylanib o'ylanmaylam o'tira chiqadi. Bularniki bu ishga aralashib, aqidaga zid yo'l tutishi, axloqli zid yo'l tutishi, vijdonga ta'tir yo'l tutishi nima keltirib chiqadi bu yerda? Xo'sh. Foyda ekkeldimi, ziyon ekkeldimi, albatta ziyon ekkeldi. Bu muhaciratga bir qism Uyg'urlar orasida, ozg'in Uyg'urlar orasida ideya to'qinish keltirib chiqadi. Millatninki bunday ekanmi, bir sap bo'lib, bir maydon bo'lib, Xitoyga qarshi ma'nolmaydiganligini isbotladi bu. Necha vaqtingizda İslam yo'lini tutayotgan harakat bilan G'arb ideyasi bo'yicha harakat qilayotgan cho'ng ish harakat bor. Qag'alli tarmoq o'g'amiz biz bu vaqtda ko'p to'xtaldik. Birdam yaqinlashib, birdam uzoqlashib, oraliqlar surkilish davomlashayotgan. Bir nuqtaga ekilish lozim degan, yoki bir nuqta ekilishga urinayotgan, yoki bu hal bo'lmayotgan bunday paytning o'zida eng xatarli ishimizni keltirib chiqadi. Yani İslam fobiyaga xalab xalamay kirdi bu. Munosabati bo'lmagan o'ziga. Xo'sh. Ehtiyoj bo'lmagan. Biz Uyg'urlarga bu bo'libmi? G'arbda yashaydigan bu odamlarga, bayona chiqqan odamlarniki bu masalalarga aralashib qalayim qasısh uchun hech qanday g'ajat yo'qdi. Nima foyda oldi buningda? Foyda olgan bo'lsam, buni o'zlari bildi. Istixborot besim qildimi? Yoki bular necha vaqt ta'minot NID besim qildimi? Yoki bo'lmagan bo'lsa Uyg'urlar biz siyosiy doislarniki. Sizlarning birdan-bir vakilinglar. Manda qurolliq ish qilsanglar bo'lmaydi. Dushman bo'lib qolsimi, qurolliq ish ko'tarsanglar bo'lmaydi deb Uyg'urlarga siyosiy dars o'tish uchun qildimi? Qaysi bir sababdandir? Cho'ng bir xatolikdan bizni sodir qilib Uyg'urlarni bir maydon kelinmaydigan bir hangdan bizni shakllantirib qo'ydi. Qolgan zinoqil bir oz ekan to'xtalamiz. Ama bular düşman kömeytmeyli degan bu davasida bu gapida rostchil bo'laman bo'lib qolsa. Yuqori deganimizdek tajovuzchini eplamagan taqdirdami? Zulm ostida yashayotgan bu millatga til takkizimiz bo'ladi. Xo'sh. Uni haqoratlimiz bo'ladi. Hech ish qo'ldan kelmasa Allah yordam bergin mazlum millat deb o'zining ichida boshqalar ko'rmaydigan yerda bir duo qilish musulmonlik majburiyati.
Lekin bular til tekkizdi. Haqorat qildi, kamsitdi. 2 milyarddan ortiq musulmonlarningki tuyg'usiga jon sanjil yoki xanjar sanjil. Biz o'zimiz qarasak taqdirdosh bir millat. Biz bu millatda mustamlik asıl yaşayotgan millat. Bunun o'rlik chiqish haqqi va bizga o'xshash, adolatga erish haqqi va mustaqil davlat qurish haqqi va deb tunimisak, e'tirof qilmasak, biz o'zimizni qanday to'ntimiz? Boshqalar deymizki, bizning eng cho'ng dardimiz nimasi? Bizning mustamlik ostiga tushib qolgan bir davlat ekanligini hozirgacha e'tirof qilib bo'lmaymiz to'liq holat. Xo'sh. Mustamlik ostiga tushib qolgan Xitoyni tajovuzlab deb butun jurnallarda unda viraz chiqmadi. Ammo nima qaralgan bo'lsa, Isroil va Falastin masalasi qarasak, Isroil tajovuz davlat deydigan bu xabar to'xtamay nurg'un xabarlar kanallarda chiqib turdi. Biz boshqalarni e'tirof qilmaymiz, mahkum bo'lib qolgan, tajovuzchilik duch kelgan millatni bu o'zgirlik, hurlik erish haqqi deb e'tirof qilmaymiz. Ammo o'zimiz boshqalar bizni e'tirof qilsa bo'ldi. Bizning mahkum bo'lganligimiz Xitoyniki tajovuz ekanligi, Sharq Turkiston zemini Xitoyning zemini emas, Uyg'urlarning zemini ekanligini dunyo e'tirof qilsa bo'ldi deb yig'lab yuramiz. Acaba biz boshqalarnikini e'tirof qilmaymiz? Boshqalarni aksicha dumsiq dastlabmaymiz? Bu qanday insof? Qanday ta'tir yo'l tutganlik? O'zimiz qilmaymiz, boshqalar biz qilsa bo'ldi deymiz. Biz boshqalar hissashish qilishni bilmaymiz. Bizga o'xshash taqdirdosh bo'lgan bir millatga boshqalar davomli biz uchun hissashish qilsa bo'ldi deb yig'laymiz. O'zimiz ish qila olmaydi. Biz qaysi o'zimiz bilan dunyo ellaridan sirt islom dunyosidan bo'libmi? Yordam talab bora olamiz. Qaysi o'zimiz bilan biz musulmon millatdik, manda izildik, aqidamiz sababdan deb qaysi bir musulmon elga bora olamiz, davlat demaydi. İşine şu yerce ek geldimiz ek geldi. Ama bu Palestin'deki bular değişim mümkün o sebepten bu sebepten de. Palestin'deki müstakillik için köreç kılavatkan bu Hamas hareketi. Uzun zaman nazip isimde kardeşçe hat araştırma 20 yıl nazip Yahudi kiremedi bu Gazze rayonu. Şu an yerim müstakilden. Etrafıdan muasır gelingan, bizden vatandaş uçuk turma gelingan, kirip çıkış çeklengen şundak bir zemin. Az yahut 16 yılda artık halet. Tarihi var. Bu müstakillik için köreç kılavatkan bu cihat hareketine Arap hakimlerinki mustabitleri, yak diktatör Arap hakimleri kollamagan bilen, yak ular düşmanlık kılavatkan bilen, yak akıllarına erişip terörist depiravatkan bilen, ama dünyanın her taraflardaki Müslümanlar bu hareket için dua kılımız dua kılın. Kollamdız kollayın. Palestin'deki hürlük için, bulanın müstakillik için yardımlı bulamız yardımlı bol. Buraya Allah mı sire Allah? Washington kömegen bilen dünyadaki Müslüman elleri verip qara bu mesele ne? Demek nurgun Müslümanlar milyarddan artık Müslümanlar kollaydigan bir meseleni ta'tir baha berish bilan, unaga terrorlik qalbqan keygizish bilan bular do'stni ko'paytiribdimi, dushmanni ko'paytiribdimi? Buni bir o'ylab baqsin. Belkim dostumuzla munosib uzilmasin deganda yoki dushmanni avtomayli deganda, ammo hozir qilgan ishi qancha birsa odam dushman qildi. Milyarddan ortiq musulmonlar Falastindan mustaqil bo'lish uchun duo qildi. Istash qildi, qo'ldan kelishicha yordam qildi. Bu islomning aqidaning taqozosi. Iymonning ro'yi. Ammo iymondan tushunmagan, aqidadan uxlab qolganlar tushunmagan bilan iymon sog'lom odamning hammasi mushkul ruhdan ishadi. Demak, bularda siyosiy sapa intayin töven. Ongsiz. Siyasi cihatte prensip yok. Bu sebepten akide zıt olgan, ahlak zıt olgan ve insanlık zıt olgan bayanatlarını çıkarıp ottadı. Akidemiz zıt, ahlakımız zıt, insanlıkımız zıt. Dünyanın her qaysı taraflarındaki, Palestin'deki cihat hareketini kollaydıgan milyarddan artık Müslümanlarını üzüge düşman kıldı. Bu to'g'ri harakat mustaqillik uchun haqqi var deb milyarddan ortiq musulmon shu xil tuyg'u bilan yashab, shu xil tuyg'u bilan tursa. Bir qism mustabitlarga ishinib, Arab dunyosiga ayni hammasi aynda qaraydigan o'xshaydi deb bir necha hakim var. Aksidan keyingi bilan terrorist sen necha milyard musulmonni o'ziga dushman qilib olsa, bu qanday siyosat qo'llangan? Bu foydaziyan tarozi bo'lniki nadin, qanday shakllangan tarozi? Buna bir o'ylangan. Eğer bular qaysi sebepten bayana chiqarishga to'g'ri kelgan bo'lsa, majburlangan. Buna sababi yo'q. Ya istixbarat besim qilgandi,
Ya pul alayotgan yer besim qilgandi. Yoki o'zini siyosiy da'i qilib ko'rsatmoqchi bo'lgandi. Yoki ishning oldini olamiz deb Uyg'urlar uyga ketib qolamiz deb xuddi ketib qoldigandek bir sabablardan qilgandi. Bayonot chiqarish to'g'ri kelgan bo'lsa, bunda yoki majburlangan bo'lsa deydi. Bular siyosiy kalla bo'lgan bo'lsa, BDTning usulini ishlatgan bo'ladi. Biz yuqoridiq, bichar bir millat. İlmiy jihatdan to'van, siyosiy jihatdan sapasiz, bir nuqtaga kelinmagan, siyosiy prinsipni shakllantirmagan, sog'lom bir harakat millatni birlashtiradigan, hamma o'z ichiga olgan bir harakat shakllangan millat bo'lgan ekan. Boshqalarning ishiga jiqroq aralashmay, o'zimizning ish bilan bo'lsa qo'l deydigan kalla azroq bo'lgan bo'lsa, BDTning raislarining usulini ishlatgan bo'lsa, balkim to'g'ri qilgan bo'ladi. BDTning raisini hammasi qarasa qichqib o'tmaydi buni. Biz bu masaladan andish qilyapmiz. Bu voqeaga ikkilanib qoldik. Her ikki tarafga foyda etganmaydigan, ziyon etganmaydigan bir diplomat usuli. Shuni deb qo'ygan bo'lsa tugat. Agar gap qiyg'is gap ketsa, doilik qiyg'is gap ketsa, majburlangan bo'lsa, yoki biz bilmaydigan sabab bo'lgan bo'lsa. Nima ajdi va buniki undaq deyishga? Nima foyda kelsin? Belki yillardan buyon abay azroq so'zlab o'tildi Mahmud Abbosning gapini. Yillardan buyon shu mayda butun ilingan qarorlarda bo'lsin, shu Xitoy bilan Sharq Turkistonga aloqador shu har qanday bir yig'inda davomli Xitoy taraf tutilgan butunlay shu musulmon davlatlar bo'lganligi uchun balkim shuning ochilgan bo'lishi mumkin. Yahudi o'zi kuchli deb qaraganlik uchun BDTni e'tibor qilmaydi, qaror. Pisandmi qilmaydi. Agar BDTning kuchli qaragan bayonot chiqargan demoqchi Uyg'urlar. Yahudining texnik jihatdan kuchli, andaq ilg'or, bu zimin yo'q turib vatan qurali dedi. Buning tarixini bilgan bo'lsa kashki. Agar oyinda bo'lgan bo'lsa hurmatlaydi. Bunu aksi ekip o'ttag'izib qo'ymagan bo'lsa, Angliya tiklab qo'ymagan bo'lsa, na'dan qo'rqdi vatanni? Biz u ko'ni tarixlarga uni kirib o'tmaymiz. Bizim munosabatimiz bo'lmaganligi uchun bu temiz o'zimizningki masalasiga yana qaytaylik deymiz. Demak, bu bayonotchilar bular chiqarganlar u bu bo'lgan bo'lsa, u ayrim bir ishdi. Ba'zi bir tor dunyosi to'xtamay ichib pishib, Facebookni uni bulg'ab qilgan bo'lib Lekin g'arbga Uyg'ur tashkilotining oqsoqoldan hammasi birdek chiqadi bayon. Nimaga tayanib chiqadi? Nimaga asosan o'zining mustaqillik uchun, xalqining hurlik uchun aqida majburiyatini, insoniy majburiyatini, axloqiy majburiyatini ijro qilayotgan, ado qilayotgan bir millatni nimaga asosan qorladan tuhmat qildi? Nima dalil olmasinki? Bayonot nimaga erishmoqchisi? İctimai fikirchilar bak tarqalib ketgan halqa mesela yana hücum qilib İsrailning nima kirgan rayonda bir ayol kishining yalang'ochlanib qolgan bir suratini bakrak taqatdi mesela. Shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkinmi acaba? Biz mesela musulmon bunda qilmaydi u deb deydi. Bu jihad harakat qilayotgan yoki fisabillah chiqqanlarda nafs uchun ish qilgan shu. Islomda jang prinsiplarining qatorida ayolga chaqirishga bo'lmaydi. Uning qilayotgani albatta hech kim to'g'ri deydi. O'ldirishga. Ballarni o'ldirishga bo'lmaydi. Ibodatxonasidan chiqmaydigan odamlarni qurol ko'tarmagan odam chaqirishga bo'lmaydi. Balki bugungi zamonninki nasllarda ba'zi otgan naslar boshqa yan qiyib ketgan bo'lsa ahvol, lekin qasddanlik bu ahvol cheklandi dinimizda. Biz bu vaqtda ayrim to'xtalaylik. Biz bayonotlarni nimaga erishmoqchi? Xo'sh. Bayonot orqali Uyg'urlar nima deb signal bermoqchi? Bu savolga bir o'yinib javob berish lozim. Uyg'ur chiqadi, yana jim chiqadi. Nima signal vermoqchi Uyg'urlarga? Agar Falastinlik jihad harakatini qo'llaydigan musulmonlar, Falastinlik jihad harakatini qo'llaydigan Malayziyada bo'lsin, Kuveytda bo'lsin, Londonda bo'lsin, yadimshada bo'lib qolsin, nurg'un musulmonlar. Buna nima deb bavirsan? Unaga terroristdan. Aşı qo'llaydigan musulmonlar sen yana nima deysan uningga? Uni qanday qalb qilmasin? Buningga bir javob berish lozim. Agar yani Sharq Turkistonliklar Sharq Turkistonlik musulmonlar eng ilg'or qurolga ega İsrailga qarshilik ko'rsatayotgan Hamas harakatidan ilhom olib ozg'ini turib eng kuchli dushmanga musulmonga qarshi tura oladi. Iymon kuchi bilan, texnik kuchi bilan, ilm kuchi bilan. Bizning iymonimiz mustahkam bo'lsak, ilm ma'rifatda jallansak, bizning Xitoydan iborat eng chong dushmanga taqobil tura oladiganmiz degan. Bu umid kelib, bu ish otilib qolib, buni qanday baho bersan? Buni qanday qalb qilmasinki degan bu savolga javob berishni o'zlariga ham ko'rilmanlarga havola qilaman. Buna javobini berdim.
Benim gapim tuglamıştım. Bunun kendi yana başka gapini qilish ihtiyoç qolmadi menimcha. Ko'p rahmat. Müşahede tügüteyle. Allah razı olsun. Qağını aqıl kişi elbette düşündü deb qaraymiz. Elbette aldığımızdaki günlerden belki siyasi cihetin texinbek bu Palestin-İsrail meselesinin ki nadin bugün günge qanda qop kep qaldı degan meselelerini siyasilerimiz bilan to'xtalishimiz mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala her zaman haq ustida turishga nasib qilsin deb tilaymiz. Allah ömür verse yana bir qatimli Hasan programımızı görüşkice aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.